Hozirgi kunda investitsiyalar iqtisodiyot rivojida juda muhim rol o'ynamoqda. Bugungi kunda investitsiya bu shunchaki pul emas, bu iqtisodiyotning o'sishi, yangi zavodlar ochilishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi asosiy manbai. Qaysi davlat ko'proq investitsiya jalb qilsa, o'sha tezroq rivojlanmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarda umumiy qiymati 150 milliard dollarni tashkil etuvchi 400 dan ziyod muhim alohida strategik loyihalar amalga oshirish belgilanmoqda. Investitsiya dasturining keyingi yillarda izchil o'sish natijasida loyihalar soni 2027-yilda 130 tani, 2028-yilda 210 tani va 2029-yilda 300 tani tashkil etadi. Rejaning yakuniy bosqichiga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni 2030-yilga kelib amalga oshirilayotgan muhim strategik loyihalar sonini 400 taga yetkazish hamda hududlarning iqtisodiy salohiyatini to'liq ishga solish ko'zda tutilgan. Masalan, o'tgan yili 18.7 milliard dollarlik muhim strategik yuqori qiymat yaratadigan 301 ta loyiha ishga tushirilish hisobiga 36 mingga yaqin ish o'rinlarini yaratildi. Ahamiyat berib o'tamiz, bu albatta respublikadagi jami loyihalar emas, muhim strategik loyihalar hisoblanadi. Misol uchun, Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan 733 million dollarlik Murontov konni o'zlashtirish. Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan 4.6 milliard dollarlik yoshlik bir konni o'zlashtirish. O'zmet kombinat tomonidan Bekobod shahridagi 834 milliard dollarlik quyi prokatlash zavodini qurish loyihalarini aytib o'tsak bo'ladi. Misol uchun, Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan qiymati 733 million dollarlik Murontov konni o'zlashtirish loyihasi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan 4.6 milliard dollarlik yoshlik bir konni o'zlashtirish loyihasi. O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati Bekobod shahridagi 834 milliard dollarlik quyi prokatlash majmuasini qurish loyihalari. Mazkur loyihalar ishga tushirish natijasida 132 trillion so'mlik qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, 746 milliard dollarlik eksport, 1,5 milliard dollarlik import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa qisqa vaqt ichida kapital oqimlarining sezilarli darajada kengayganini bildiradi. Bunday o'sish odatda investorlar ishonchi mustahkam bo'lgan iqtisodiyotlarda kuzatiladi. Investitsiyalar tarkibida asosiy ulush bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bu nafaqat moliyaviy resurs, balki zamonaviy texnologiyalar, ilg'or boshqaruv tajribasi va global bozorlar bilan integratsiya degani. 2027-2030-yillarga investitsiyalarning hajmi keskin sakrashlarsiz, ammo barqaror va izchil o'sish asosida shakllantirilmoqda. Misol uchun, 2027-yilda o'sish sur'ati 105%, 2028-yilda esa 106%, 2029-yilda 106,5%, 2030-yilga kelib esa bu ko'rsatkichlar 107% darajasida prognoz qilinmoqda. Bu juda ham muhim signal. Chunki bu yerda biz beqaror o'sishni emas, balki prognoz qilinadigan, boshqariladigan va makroiqtisodiy jihatdan muvozanatli rivojlanishni ko'ryapmiz. Shuningdek, 2025-yil yakunlariga ko'ra respublikamizda xorijiy investitsiyalar hajmi 43 milliard dollarni tashkil etadi. 2024-yilga nisbatan o'sishni qaraydigan bo'lsak, bu 124% ni tashkil qilmoqda. 2026-yilda esa ushbu ko'rsatkich yanada oshib 53 milliard dollarlik marraga yetishni rejalashtirmoqdamiz. O'sish sur'ati o'tgan yilga nisbatan 1.2 barobar tashkil etmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hajmini yillik o'sish sur'ati 2027-yilda 6% ga, 2028-2030-yillarga qadar esa barqaror o'sish 7% dan kam bo'lmaslik rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga olib borilayotgan siyosat orqali davlat sherikchilik mexanizmlari, maxsus iqtisodiy zonalar rivojlantirish, investitsiya muhitini yaxshilash orqali xorijiy kompaniyalar uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Natijada ular mamlakatning iqtisodiyotida faol ishtirok etmoqda. Bu siyosatni uzoq muddatli ta'sir quyidagilarga olib keladi. Misol uchun, sanoat ishlab chiqarish oshadi, eksport hajmi oshadi, imkoniyatlar kengayadi, energetika va logistika mustahkamlanadi, innovatsion rivojlanish uchun zamin yaratiladi.